Hammaga salom, qadrli do'stlar, qadrli Zo'r Mebel obunachilari, navbatdagi xonadonimiz mebellarni olib kelib o'rnatib bo'lgandik. Mana bugun syomka jarayonida turibdi, Xudo xolasa. Hozir ishimizni to'la yakunlab berdik. O'ktam akaning xonadonida turibmiz. Mana shu turgan adresimiz Qashqadaryo viloyati Kitob tumani qaysi qishloq? Katta To'pchoq qishlog'i. Ana shunday. Ya'ni mana shu mebellar shu xonadonga, O'ktam akamiz xonadonlarga olib kelib o'rnatib berdik. Xudo xolasa, mebelimiz ko'ngildek chiqdimi? Necha pulga dogovor qilgandik, necha pul zalog berganda, O'ktam akamizdan ikki og'iz ma'lumotni eshitib o'tamiz. Keyin sizlarga mana shu ko'p turgan mebellarni chiroq bilan obzorini qilib beraman. O'ktam aka, bitta endi obunachilarga qanchada meni kuzatarsiz? To'lig'ini aytib bering endi. Men endi zo'r mebellar pastda 3 yil 4 yildan beri kuzataman. Haqiqatan ham ishlaringga gap yo'q bo'ladi. Rahmat. Shunchaki zo'r. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Ko'ngildan ham ziyodroq. Katta rahmat. Necha pulga dogovor bo'lgan edi? Общий dogovorimiz. Общий dogovorimiz mana shu mebellar 29 million 200 mingga tushdi mana. Bitovoy texnikalari bilan. Bitovoy texnikalari ichiga. Faqat o'sha ko'rib turganinglardek strelka bilan nima xolodilnigimiz ichiga bo'lgan yo'q, qolgan o'sha mana bu yerda mana bu gaz plitamiz, bu yerda vытяжкamiz, duxovka, mikrovka hamma narsasi ichiga bo'lgan. Ko'ngil to'ldi, Xudo xolasa. Ko'ngil to'ldi. Ishlaringga omad. Aka, katta sog' bo'linglar, yaxshi kunga ko'rishaylik. Mikrofonni olib qolaman endi. Bemalol o'tib tursangiz bo'laveradi. Qaranglar do'stlar. Mana egasidan Xudo xolasa rozichilikda oldik. Endi mebelga keladigan bo'lsak, mebelimiz G-obrazniy bo'lib tushgan. Bizda ikki xil mebel yasaladi do'stlar. Bittasi 2 etajlik, balandligi 2.35 sm gacha, bittasi dapatalka 3 etajlik, balandligi 3 metr 3.10 gacha bo'lgan masofagacha bemalol olib chiqib beraveramiz. Bu mebelimizni bir pagonometri 3 million 200 ming so'mda yasaymiz. Dapatalka 3 etajli mebelimiz bo'lsa, pagonometrini 4 million 200 ming so'm yasaymiz. Hozirgi kunda mana shu mebellarimizni borib o'lchash, olib borib berish, ustunovka hamma narsasi ichida 3 million 200 ming so'm bo'layotgan bo'lsa, endi buni ichiga bonusga kiradigan narsalarni aytib o'taman. O'sha 3 million 200 ming so'mga nimalar kiradi? Xuddi shu mebelimizni endi puliga nima narsalar kiradi? Birinchi o'rinda gaz plita bilan vытяжкani narxini 2 million qilib beramiz. Bu mebeldan tashqari o'sha 3 million 200 ming so'mdan hisoblaymiz. Joy 4 metr bo'lsa 12 million 800 bo'ladi. 12 million 800 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, gaz plita bilan vытяжкani puli qo'shib qo'yiladi. 14 million 800 ming so'm bo'ladi. Ana endi buni o'zi asli 3 millionda teparog'ida 3 milliondan atrofiga oladigan narsangiz, misol uchun deylik, может 2,5 millionga olasiz, lekin biz 2 million so'm qilib beramiz shu narsani. Yaxshi narsalar bitta elektrический, 3 ta komfortka, zажигалка, turbogarka, gaz kontrol, usti cho'gin. Gaz plitani vытяжка bo'lsa, sensorlik, masofadan boshqalarida chapga, o'ngga kaftingiz turgan vaqtingizda ishlaydi, 2 ta motor, 3 ta oborot. Keyingisi kalyonli oynamiz kiradi. Kalyonli oynamiz bismillah yozuvda yozilgan bo'ladi. Qalinligi 0.8 mm unimiz, 1 cm bu unimiz qalinligida bo'ladi. 2 ta kalyonli oyna qo'shib beriladi. Bu issiq choynakda olinadi, buni ustiga qo'yiladi. Choy damlaydimi, boshqa qiladimi, shuni ustidan olib turib, yana bunga qo'yib qo'ygan bo'lsa, demoqchi bo'lgan narsam, mana shu narsani qo'yganimizning asosiy sababi, maqsadimiz stolni ustiga zarar yetmasin degan maqsadda. Bu rossiyskiy stalishniца zavodda o'zi 10 yil garantiya bergani bilan, lekin mana qaynab turgan issiq narsani buni ustiga qo'yadigan bo'lsangiz, mana shu joyi kilesi kuyadi ichidan. Porsullar bo'lib ishib chiqadi. Pichoqda misol uchun narsa to'rg'aysiz, o'sha vaqtda ham ustidagi laki ko'chgandan keyin ustiga bir tomchi suv to'kiladigan bo'lsa, qovog'ari chaqqanda ishib chiqadi. Vishilka qilinadigan naborlarni qilib beramiz, o'sha narxda ichiga kafellarini qilib beramiz. Kafellari ham bizning bo'ynimizda bo'ladi, zimmamizda bo'ladi. Plus bu yerimizga bo'ladigan bo'lsa, qoshiq poddomlarni ham qo'yib beramiz bu narsani. Qoshiq podnos bo'ladi. Ochilish yopilishlari hammasi vakuumli bo'ladi. Mana bunday duxovka, mikrovkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, misol uchun mana Hoffman-dagi nemetskiy kompaniya 4 million 800 qilib beramiz komplagini ikkalasini. Bitovoy texnikalar hamma narsa bor bizda. 4 million 800 ming so'm bu narsani qilib beramiz. Endi yana qo'shimchasiga smesитель kiradi. Ikki xil funksiyada ishlaydi. Mana bunday dushovoy bo'ladi. Tortgan vaqtida xohlagan joyingizga tushadi. Rakinani ham ko'ryapsizlar, suv tushib ketishini. Chotki bo'lib tushib ketyapti. Rakinamizni ham o'sha raflyonni yaxshi rakinamizni ham qo'yib beramiz. Bu yerimizga bo'ladigan bo'lsa, musor paqiray
qo'yib beramiz. Musor paqirini ichida yelim idishi bo'ladi. Bunga musor solinadi. Yana qaytadan zapravka qilib ishlasa bo'laveradi, Xudo xolasa. Bu narsamiz ham ichiga bo'ladi. Tepa tarafida sushulkasi bo'ladi. Sushulkasi ham shu bonusimizga kiradi. Pichoq yopishtiradigan magnet pichoq naborlarimiz bo'ladi. Bu ham ichiga kiradi. Plus 100% mana fasad qismini ko'rinishini akril material bo'ladi. Akril materialimiz Turedskiy qalinligi 1.8 mm qalinligida bo'ladi. Tepadagi galogen chiroqlari, pluntuslari mana stolishesani atrofiga qo'yib bergan pluntuslarimiz kiradi. Eng asosiysi sizlarga ko'rsatadigan narsam qo'limga kesib oldim. Pichoq o'tkir ekan. Eng asosiysi sizlarga ko'rsatadigan narsam, misol uchun qaranglar do'stlar. Premyer efirda shu yerini ko'rsatdim. Bu safar bu yerini ko'rsatay. Ko'rib turgan bo'lsanglar, har bitta detalini eshigidan tortib, bachoylardan tortib polkalargacha hamma joyigacha hozir pastini ham ko'rsatib beramiz. Mana bunday qalindan bosib beriladi. Misol uchun ko'rayotgan bo'lsanglar, agar hozir boshqa yuqoriroq kronka bo'lganda, u uji dabdalashib ketadi. Misol uchun mana shu narsalarga e'tibor berib qo'yinglar. Chista plastmassa ikkilik eng oxirgisi bosiladi bizda. Bundan qalini bo'lmaydi, aytib qo'yay sizlarga. Bu yeri ham mana misol uchun, bu ichki tarafi ham mana bu yeri, bu tarafi ham mana o'shandan bosiladi. Bu yeri ham, mana bu pasti ham mana kafelda turgan joyi. Hozir ko'tarilib turibdi. Suv tegsa ham bunga tegmaydi. Yerdan 1,5 santimetr ko'tarilib turibdi. O'sha joylari ham hamma narsasi ikkilik PVH lentada bosiladi. Buni yaxshi tarafi endi bu tarafiga qaratib qo'yamiz. Boshqalarni qo'lini kesmaymiz. Xo'p. Endi ana shunday holatga qilib beramiz mebelimizni. Xo'p, menimcha hamma narsasini aytib o'tdim sizlarga. Sizlarga ham mana shunday mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitkazib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan yana qaytib zo'r mebellar ko'rishguncha salomat bo'linglar.